Farg'ona viloyati hokimligi taqdim etadi. Burxoniddin Marg'iloniy turizm majmuasida nazmiy oqshomlar siz uchun. Sayyohlarni olib keladigan maskan bo'ladi. Nainki sayyohlar, balki mamlakatimiz vakillari ham, fuqarolar ham kelishsa juda ko'p zavq olishadi va menga eng yoqqan tomoni bu yerda kumushning uyi borligi, Qutidorning hovlisi borligi. Bu chet ellarda ko'p ko'rardik. Ba'zi filmlarda mashhur bo'lgan maskanlarga navbatma-navbat odamlar turishadi va u yo'q personajlar bo'ladi. Mayli tirik odamlarni qo'yavering. Yo'qlarni ham mana shunaqa brend qilib chiqara olishgan deb turib havasim kelardi. Mana endi bizda ham bor va buni ham birinchi bor qilayotgan asar o'tgan kunlar. Moziyning zalvorli yodi keladi. Huvaydo ilkida to'qilar g'azal. O'tgan kunlarimning hidi keladi. Farg'ona oqshomi bunchalar go'zal. Bir yildan oshdi-yov, bora olganim yo'q. Gohida otlanib o'yga tolaman. Dilimni she'rga ham yorolganim yo'q. Farg'onaga borsam, sevib qolaman. Ko'nglimning koshonasi, baxtimning nishonasi, hayotim ostonasi, men onamga ketyapman, Farg'onamga ketyapman. Nazmiy oqshomlar juda ham yoqdi. Haqiqatan ham endi nazm yarashadi Marg'ilonga, mana bu katta majmuaga va sizlarni, aziz vatandoshlarni taklif etishga tavsiya emas, iltimos qilib qo'yaman. Qanchalar qadrdon bu yangi nigoh. Ko'rdimmi? Ko'ksimda mehr to'ladi. Ismingni xotirdan chiqarish gunoh. Hatto suratingni sevsa bo'ladi. Albatta, birinchi qadam ranjida qilishim, to'g'risi hayajonlanib qoldim, tanimadim. Bir ertaknamo, bir afsonaviy, ajoyib bunyodkorlik ishlari bo'lgan. Xuddi bir Qodiriy bobomizning ruhlari bilan so'zlashganday bo'ldim. Xuddi bir Otabek otdan kelib qolaydigandek, xuddi avtobonni ko'tarib kumush yurganday bir qaysi bir joydan chiqib, qaysi bir yo'ldan chiqib qolaydigandek tuyulaydigan shu darajada bir ertaknamo bo'lganki, men beixtiyor shu qadam qo'yganimdan ilhomlandim. Yoqarmikan sizga baytim malikam? O'zim gado bo'lgan paytim malikam. Sevmayman sizni deb ayting malikam. Mening oromimni qayting malikam. O'ylasam shu dilbarim Makka o'rga o'xshaydi-ku. Vatan qadringni da bilgan biladi. Kimdir suyar balki do'konlaringni, avaylab ko'zimga surtkim keladi, gullaringga qo'shib tikonlaringni. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Taklif uchun rahmat aytaman. Bu inshootlar menga juda ham yoqdi. Hali aylangani alohida kelaman.